Bu hamma bo'qoqlar, hammasi ayollarda ham, erkaklarda ham bir xil uchraydi. Faqat gipotireoz erkaklarda kamroq uchrashi mumkin, lekin uchrash darajasi почти bir xil. Tuqqandan keyin emas, tuqqandan keyin faoliyatida jichi o'zgarishi mumkin. Tug'ruqdan avval ham bo'lishi mumkin bu bo'qoq bilan. Faqat u qaysi paytda jinsiy olatlarga ham ta'sir qiladi, erkaklarda ham bepusht qilib qo'yishi mumkin, ayollarda ham bepusht qilib qo'yishi mumkin. Eriga bosh qorong'i bo'pti deydi, erini yaxshi ko'rib qoladi, sizni kutaveradi, lekin ba'zida ayollar erini yomon ko'rib qoladi yoki qaynasini yoki butun odamni yomon ko'rib qoladi. U fiziologik jarayon talab qiladi organizm. Shuning uchun masalan olma yegim kelyapti deydigan bo'lsa, temir moddasi kam bo'lib, kam qonligi uchun Assalomu alaykum. Men Matisayeva Nodira Akramjonovna, temir yo'l shifoxonasi endokrinolog shifokoriman. Bugun homiladorlarda yod mikroelementini organizm uchun qay darajada kerakligi haqida gaplashamiz. Keyin yod bolani homiladorlarda aqliy va jismoniy rivojlanishi uchun kerakli elementlardan biri hisoblanadi. Homiladorlikdan avval va homiladorlikdan keyin sizda sochda to'kilishi, terini quruqshashi, keyin har doimgi lohaslik, bosh og'rig'i, shunga o'xshagan shikoyatlar rivojlandimi? Demak, siz kamqonlik va yod yetishmovchiligini aniqlash uchun, ikkosini farqlab olish uchun endokrinolog va terapevtga murojaat qiling. Sizda qaysi birini aniqlash uchun shu ikki mutaxassis sizga aniqlab beradi. Ikkosini ham simptomi bir xil, faqat ikkosidan bir-biridan farqlab olish kerak. Tuqqandan keyin faoliyatida jichi o'zgarishi mumkin. Masalan, siz aytayotgan yod yetmayotgan natijasida kelib chiqadigan kasalliklar bor. Bularga anaqalar bo'ladi. Tug'ruqdan keyin ham rivojlanishi mumkin. Tug'ruqdan avval ham bo'lishi mumkin bu bo'qoq bilan. Faqat u qaysi paytda yod yetishmovchiligiga bog'liq. Yosh avval tug'ruqdan avval bo'layotgani bu organizm kompensatsiya qilib turishi mumkin. Tug'ruqdan keyin kompensatsiya qila olmaydi, chunki tug'ruqdan keyin bolalarga vitaminlarni ko'p sarflashi, tug'ruqdan keyin homiladorlik vaqtida ko'p mikroelementlar bolaga ketgani sababli ona kamqon bo'lib, hamma bitta yod mikroelementi emas, boshqa mikroelementlarning yo'qligi ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun hamma uni homiladorlikdan keyin rivojlandi deydi. Avval ham bo'lishi mumkin u bilan. Faqat homiladorlikdan keyin bu holat kuchayadi, tekshiradi. Bo'qoq kasalligi deb aytadigan bo'lsangiz, bo'qoq faqat bitta bo'qoq emas, bo'qoqda turlari bor. Sizda aniq bo'qoqda turlarini aniqlash uchun sizni avval tekshirishimiz kerak. Diffuz toksik bo'qoq bor, ko'p tugunli bo'qoq bor, tugunli bo'qoq bor. Sizda qaysi bo'qoqligini aniqlashtirish uchun qalqonsimon bezni UZI qildirib ko'rishimiz kerak va qalqonsimon bezdan chiqayotgan gormonlarni tekshirishimiz mumkin. Sizda qanday sizni qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa, endokrinologga murojaat qiling. Mana shu yerdagi kichkina narsa butun organizmni boshqaradi. Bu ko'zga ham ta'sir qiladi, jinsiy olatlarga ham ta'sir qiladi, erkaklarda ham bepusht qilib qo'yish mumkin, ayollarda ham bepusht qilib qo'yish mumkin. Shu anaqani buzilishi saharniy diabetga ham. Shuning uchun dirijor organ deb qo'yadi. Shu bitta kichkina 4 ta gormon butun organizmdagi faoliyatni boshqaradi. Tireotrop, T4, T3 svobodniylari. U tekshiruv qimmatroq tekshiruv. Chunki har bitta 3 ta gormon bo'ladigan bo'lsa, 3 ta gormondan degani bu 300 mingdan oshiq, 400 mingga yaqin. Masalan, bitta gormon bu 100 mingdan oshiqqa tekshiriladi. Shu 3 ta gormonga yozib berishingiz уже 300 mingdan oshiq tekshiruvga o'tdi degani. Faqat bizda davlatni davlat korxonalarida faqat diagnoz endokrinologiya dispanseri tekshiradi. Boshqa hech qaysi davlat tashkilotidagilar menimcha hozir tekshirmaydi, chunki u reaksivlar ham menimcha qimmatroq turadi shekilli. Bu diffuz bo'qoq yod yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadigan diffuz bo'qoq. Bu diffuz bo'qoqda odam sezmasligi ham mumkin. Shikoyati bo'lmasligi ham mumkin, lekin har bittasida
lohazlik, soch to'kilishi, xotirani pasayishi, ich qotishi, bu hammasini xuddi kasalliklarda ajratib olishini ham bilishimiz kerak-da. Kasallikda u xuddi masalan terapevtlarda kamqonligida eng ko'p uchraydigan homiladorlikda va homiladordan keyingi paytdagi holatiga bog'liq. Masalan, homiladorlikdan avval ham kamqonlik bo'ladi va homiladorlikdan keyin bu holat kuchayadi. Xuddi buqoqda ham shunaqa bo'ladi. Homiladorlikdan avval ham bor, lekin homiladorlikdan keyin ko'p. Chunki ularda ikkovsini ham kelib chiqishini sababi mikroelementlarning yetishmovchiligi. Masalan, kamqonlik temir yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadigan bo'lsa, yodni yetishmovchiligida yoki qalqonsimon bez faoliyatini ortishi yoki kamayishi oqibatida yodni ortib ketishi ham kelib chiqishi mumkin. Ortib ketishidan ham kelib chiqishi mumkin. Masalan, ortib ketadigan bo'lsa, masalan, yodni miqdori, bunda diffuz toksik buqoq bo'ladi. Bunda u bo'lgandan keyin unda shikoyat rosa tez rivojlanadi. Masalan, yuragi o'ynaydi, yuragi hapqirib butun tanasiga sig'may ketadi. Uyquchan, uyqu umuman yo'q bo'ladi, bo'g'imlarda og'riq bo'ladi, ko'zlarini chaqchayib ketishi keyingi asoratlari-yu, lekin boshida yuragi o'ynog'idan anaqa даже chiycherga sig'may qoladi. Ular har doim kardiologga borishaveradi, yuragim bezovta bo'lyapti deb. Kardiolog birinchi marta yuragiga pastlatadigan, pulsini pasaytiradigan dorilar beradi, lekin pulsi pasaymagandan keyin bor endokrinologga borchi, seni endokrinolog davolaydi, seni buqog'ing borligi uchun senda shunaqa bo'lyapti deb bizga jo'natishadi. U endi zaharli xalq tilida aytadi, bu ichki buqoq deb qo'yishadi. Bu ichki buqoq ichki organizmlarda faoliyatini buzganligi uchun zaharli buqoq, ichki buqoq, yoyilma buqoq ham deyiladi. Hozir adabiyotlarda yoyma buqoq ham deyilyapti, chunki diffuz degani yoyilgan deyiladi-da. O'z diffuz degan ma'nosi ham shunaqa, yoyilgan, butun organizmni izdan chiqarayotgani uchun diffuz toksik buqoq deydi. Bunda shikoyatlar birinchi kunidan yoki 1-2 oydan keyin aniq namoyon bo'ladi. Lekin diffuz buqoq bilan umrining oxirigacha ham shikoyat qilmasdan ketishi mumkin. Yoyilganlik ichki organizmlarni buzganligi uchun namoyon bo'lib ko'tarilib chiqyapti. Bu diffuz buqoq faqat kosmetik nuqson kattayganini hisobiga bo'ladida va kosmetik nuqson, lekin faoliyat buzilmaydi, organizmda faoliyati buzilmaydi. Shunisi bilan farqlab olasiz. Keyin endi tugunli buqoqlar endi faoliyatlar buzilib anaqa qalqonsimon bezidagi mayda tugunchalar paydo bo'ladi. Bu mayda tugunchalar zichlashgan bo'lsa, bu xavflilik darajasi yuqori bo'ladi. Agar zichlashmagan bo'lsa, buni davolash oson bo'ladi va unga gormonlar berib davolaganimizda buni faoliyati so'rilib, yaxshilanib ketishi mumkin. Zichlashgan to'qimaga nisbatan. Lekin homiladorligida asabi tez bo'ladi ayolda. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, balkim sizni o'ta yaxshi ko'rib qolishi mumkin, balkim sizni dunyodagi eng yomon ko'rgan odamga aylanishingiz mumkin. Haligi odamlar aytadi-yu, eriga boshqorong'i bo'pti deydi. Erini yaxshi ko'rib qoladi, sizni kutaveradi, lekin ba'zi ayollar erini yomon ko'rib qoladi yoki qaynasini yoki butun odamni yomon ko'rib qoladi. U fiziologik jarayon. Shuning uchun boshqorong'i deb qo'yadi. Bizda toksikoz deyiladi. Toksikoz degani butun toksik bola ona uchun toksik ta'sir qiladigan narsa bo'ladi. Biz uchun yot narsa. Uni organizm qabul qilib olishi uchun ozgina vaqt kerak. Shuning uchun 3 oy, 4 oy tinchlik kerak, yaxshi ovqat kerak unga. Bolani eng mayda qon tomirlari, yuragi, eng asosiy organlari mana shu anaqalarda 3 oylikda rivojlanadi. 3 oy tinch qo'yib tursangiz, ona yaxshi bola beradi. Mentalitetimizda manaqa narsa borda, kelinni vazifasi qilish deb o'ylashadi. Lekin shuni 3 oygacha tek qo'yib qo'ysa, 3 oydan keyin o'zidan o'zi yozilib qoladi. Lekin ba'zi ayollarda manaqa ko'rsatkich bor. Avvalgi va kechki toksikozlar borda. Avvalgi toksikozlar 3 oygacha bo'ladi va kechki toksikozlar 3 oydan keyin bo'ladi. 3 oydan keyingisi bu kechki toksikozlar bo'ladi. Ba'zida boshida bo'lishi mumkin aytgan narsalar, ba'zida keyinda bo'lishi mumkin.
Shuning uchun homiladorlikda xotiningiz ehtiyot qiling, chunki sizga sog'lom bola tug'ib berish u asosan ayolning vazifasi. Siz berasiz, u haligi mevani berish uchun anaqani yaxshi meva olish uchun daraxtni uhud qilasiz, u parvarish qilasiz, u bola berish uchun ham onani parvarish qilish kerak, asabini tinch qo'yish kerak. Uyqusi kelib, kimdir rosa boshi qorong'i bo'lishi, uyquga bo'lishi mumkin. Rosa uxlasa ham uyquga to'ymasligi mumkin. Lekin tek qo'yib qo'yish kerak. Shunday yeysa, uxlasa, ichidan keyin vaqt o'tgandan keyin o'tib ketadi. Faqat ash mahalda tinch qo'yib tursa, shunaqa bo'ladi. Bolalarimizni ham ko'p kasalligi, nevroz bo'lishi, haligi hozir eshityapsiz, cherepnoy davleniya bo'lishi, ona qonida tarbiyalab bo'lgan cherepnoy davleniya qilib bo'lgan, chunki o'zi nervchit bo'lgandan keyin unda kislorod yetishmovchiligi bo'ladida, platsentadan haligi platsenta yo'ldoshdan ona bilan oziqlanadigan yetarli darajada miqdorda oziq modda bermagandan keyin bolaga u kasallikka chalinaveradi. Shuning uchun aytganini ovqatini berib turish kerak. O'zi bir narsani zakaz qilsa, ikkinchi narsani уже chunki asha manaqa yegisi kelayotgan paytda talab qiladi organizm. Shuning uchun masalan olma yegim kelyapti deydigan bo'lsa, temir moddasi kam bo'lib, kamqonligi uchun olma yegisi kelayotgandir. Balkim kimdir qaymoq yegisi keladi, yog' zapasi kamroq bo'lgani uchundir. Shunga o'xshagan narsalar. Qaysi bir anaqaga bolani ehtiyoji kuchaysa, shu bo'lga nisbatan ehtiyoji ortadi. Yegisi keladi. Qanaqa shikoyatlaring bo'lyapti deb siz unga qancha mehr bersangiz, sizning mehringizdan qancha sizdan qoniqsa, mehringizdan sizni bolangiz sizni shunaqa ham yaxshi ko'radigan bo'ladi. Sizga haligi dadam deb dadasiz tura olmaydigan bola bo'ladi. Men qaynalarga maslahatim shu 3 oylikda bola sog'lom farzand ko'raman deydigan bo'lsa, shu 3 oyda keliniga yaxshi munosabatda bo'lsa, keyingi kelinlik vazifalarini bemalol bajara oladi. Shu birinchi homiladorlik vaqtlarida tek qo'yib berib tursa, uyqusini, oziq-ovqatini, mehnatlarini kamaytirib tursa, keyin yana o'zi baribir bitta oilaga, muhitga moslashish uchun bir oyda moslasha olmaydi. Baribir bitta 18 yil desak, 18 yil, 20 yil bitta muhitga tushib, u muhitga moslashish uchun baribir vaqt kerakda. Bir oyda, 2 oyda moslashmaydi. Keyin haligi ba'zilar aytadi, 1 oyda, 2 oyda homilador bo'lib qolishi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Chunki ikkita butun bir-biriga tanimagan odam, bir-biriga mosmas odamlar endi juftlashgandan keyin buni bir-biriga o'rganib, bir-birini to'g'ri tushunish uchun ham baribir ancha vaqt kerak. Bizda 3 oy homilador bo'lmadimi, 1 yil homilador bo'lmadimi, уже katta fojiaga aylanadi. Lekin jicha vaqt kerak baribir bir-birini tushunish uchun. Lekin bizning mentalitetimiz unaqa emas. Birinchi kunidan homilador bo'lishini xohlaydi kelini.